qara. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqorday o'g'il bersin beshigingizga. Chiqara qoling 5000 so'm pul. Ma, Musanga. Rahmat amaki. Yo'q, pul berdi. Ha, pul berdi. Non berdi. Qarashda kakirasi. Biz ham bir so'raylik, araq bermasmi-ku? Aytamizmi? Bilmayman endi, ko'raylik. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqorday o'g'il bersin beshigingizga. Chiqara qoling 5000 pul. Oo, sifat trendda-ku amaki. Rahmat. Ketdik. Ya o'sha peribori qara, sifat shirinligidan beryapti. Yur so'raylik biz ham. Bilasanmi sen? Chotga aytaman, chotga. Aka. Ramazon aytib kelqisi. Alkash. Bor yo'qmi? Bermadi. Bermaydi bizga. Nimaga? Alkashga kim beradi? Kim beradi? Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? Qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsin. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bilding sen o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Lekin kalendarga qaradik. Sadosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozir topa endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishini ko'ramiz. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor, lekin o'zingda ko'rsatamiz. Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-pit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jiguliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Tug'ilasa bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka, shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik, akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib keldinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor-ku. Mana sherimga kelib keta qo'yaman. Tepyaptimi? Qilib qolaman dadasi. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasizlar. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsin Manchesterga. Bu bo'ladigan, sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim deb silkallatadi. Ya onani qornini sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patending. Gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borki kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyqa emasmi? Yo'q, tozadir lekin. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsiz. Saxiri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjola, to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'zini rangini kirishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xat. Zayn qilib qo'y, xo'p? Onasi yaxshi tug'ib oldingmi? Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'ilman mana deb. Ya oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men, yashirib. Qanday bildinglar? Iroda opa, bilasizmi? Pishloq menga bemaza tuyuladi, lekin o'zi foydali. Nimaga doim bemaza narsalar foydali bo'ladi? Pishloq foydaliligi to'g'ri, lekin bemaza degan ta'rifing to'g'ri emas. Iroda opa, balkim sizga mazali tuyular, lekin men uchun emas. Oyim har kuni nonushtaga pishloq qo'yadilar. Aytishlaricha, bu meni o'sishimga yordam berar ekan. Pishloq juda foydali, lekin ko'pincha bolalar uni yeyishdan bosh tortishadi. Lekin ularga pishloq yedirishning bir sirini bilaman. Rostdanmi? Bu qanday usul? Faqat ko'zni chirt yumib bemaza bo'lsa ham yeb qo'yish demak. Yo'q, bu boshqacha, mazali usul. Sifatdan sandwich cheese, pishloqli pechenyelar bolalar uchun vitamin manbai. Pechenye mazali pishloq ekanda. Sifat shirinliklar sehri.